Anthropic yaqinda o'zining cloud dizaynini taqdim etdi va bu videoda siz bilan uni sinab ko'ramiz. Xo'p, Anthropic Labs tomonidan ishlab chiqarilgan cloud dizayn bilan tanishing. 17-aprelda taqdim etildi va bugun biz cloud dizaynni ishga tushirmoqdamiz. Bu yangi Anthropic Labs mahsuloti bo'lib, u sizga cloud bilan hamkorlikda dizaynlar va prototiplar, slaydlar, bitta sahifali fayllar va boshqalar kabi sayqallangan vizual ishlarni yaratish imkonini beradi. Cloud dizayn bizning eng qobiliyatli ko'rish modeli Cloud Ops 7 tomonidan quvvatlanadi va Cloud Pro, Max va Team va Enterprise obunachilar uchun ko'rish versiyasida mavjud. Biz bu kun davomida foydalanuvchilarga asta-sekin taqdim etib boramiz. Xo'p, Cloud dizayndan foydalanish uchun birinchi o'rinda cloud.ai veb-saytiga kiramiz. Buning uchun sizda Cloud Pro, kamida Cloud Pro obunasi kerak. U $20 atrofida turadi va sizda bu yerda design degan joyni bossangiz Cloud dizaynga o'tiladi. Xo'p, keling haqiqiy bitta loyiha, haqiqiy bitta veb-saytning dizaynini yaxshilab ko'ramiz. Bitta veb-sayt bor, shadowing.tech va buni ko'rib turganingizdek dizayni unchalik yaxshi emas. Xuddi 2005-yillarda yasalgan veb-saytga o'xshaydi. Keling buni yaxshiroq qilib yasaymiz. Bu yerda new prototip yaratishimiz mumkin. Project name ga shadowing qo'yamiz masalan. Shadowing us. Keyin bu yerda ikkita narsa bor. Wireframe va high fidelity. Wireframe bu shunchaki uncha yaxshi bo'lmagan, shunchaki mock-up. Agarda biz to'liq dizaynni xohlasak, high fidelity ni tanlaymiz va create ni bosamiz. Va bizda bu yerda chat, bu yerda dizaynlarimizni ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda qilmoqchi bo'lgan narsam, bu yerda design systems bor. Agarda siz butun bir loyihangizdagi dizaynlar doim bir xil bo'lishini, g'alati bo'lib ketmasligini xohlasangiz, design system yaratasiz. Bu yerda create qilaman. Va bu yerda get design degan bitta veb-sayt bor, getdesign.md. Bu yerda har xil kompaniyalar bor va ularni dizaynlarini olishingiz mumkin. Masalan, hop, qaysi? Productivity SaaS. Masalan, Mintify deylik. Bu yerda qora yoki oq variantini tanlashimiz mumkin. Design MD ni shunchaki copy qilib olaman va Cloud Design'ni bu yeriga paste qilaman. Va bizda generate tugmasini bosaman. Bu qanchadir vaqt oladi. Bizda esa design systems tayyor bo'ladi. Xo'p, bu yerda nom berishimiz mumkin. Shadowing deb nom berdim. Xo'p, bu shadowing veb-saytda o'zi nima qiladi? Bu yerda siz shadowing texnikasidan foydalanib native speakerlarni, shu ingliz tilidagi nativelarni orqasidan qaytarib o'zingizni speakingizni orttirishingiz mumkin. Shunchaki bu veb-saytni dizaynini biz yaxshilashga harakat qilib ko'ramiz. Hop, bizdan so'rayapti needs review. Biz looks good. Ko'rinishi yaxshi. Menimcha ko'rinishi yaxshi. Xo'p, bu yerda display type, bizda fontlari qanaqa ko'rinishi, body'dagi qanday ko'rinishi, tekstni va bizda colors, ranglar. Bizda asosiy ranglar yashil, qora
spacing. Shunday qilib hammasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda buttons, badge, cards. Xo'p, hali ham qurish davom etmoqda. Design system tayyor bo'ldi va bizda use system, shu sistemdan foydalangan holda new design yaratamiz o'zimizni veb saytimizni. Xo'p, boshqatdan uz deb yaratdim, high fidelity ni tanladim va bizda design sistemda shadowing tanlangan bo'lishi kerak va create new qilamiz. Va shadowing bu startupni qandayligini aytish uchun men cloudga yozaman va mana bu shadowing ni aytaman. Shadowing o'z degan startup quryapman. Menga landing page kerak. Hozirda AI uchun prompt yozib ber. Hop, shadowing o'zi nima haqida, asosiy xizmat qanday, til o'rganish yo'q. AI bilan speaking practice. Imitate native speakers and improve speaking. Users can paste any YouTube link and practice shadowing to it. There will be videos as well. Landing page qaysi tilda bo'lsin? Ikkalasi. Design uslubi qanday bo'lsin? Design system design bor bizda. Hop, bizga promptimizni yozib beryapti va uni biz bu yerga tashlaymiz. Promptni copy qildim, paste qilaman va send. Endi bizga system dizaynimizga qarab, bizga landing page'imizni yasab beradi. Creations will appear here. Dizaynimiz shu yerda tayyor bo'ladi. Click. Bu yerda tiplar, click comment in the toolbars and click any element to annotate it. Cloud design yana bir yangi jihatlardan biri, xohlagan joyingizga siz comment qilishingiz mumkin va buni AI o'zi to'g'rilaydi. Bu dizaynni yasayotganda waitlist uchun oldindan emaillarningizni qo'yish uchun waitlistga nima qo'shishni aytaman. Waitlist qo'shishni aytaman. Va bu yerda siz emailingizni kiritib qo'yishingiz mumkin va qachonki startup tayyor bo'lganda sizga email jo'nataman. Cloud designda ham alohida limiti bor. Buni bu yerdan tekshirishingiz mumkin. Settings va usage. Bu yerda cloud design. Mana cloud design 31% o'zi foydalanib bo'ldik. Limitiga yetib qolmaydi degan umiddaman. Bizda landing page'imiz tayyor bo'lmoqda va tayyor bo'ldi. Shadowing uz. Xususiyatlar, narxlar, blog, native kabi gapiring.
shunchaki qoyil dizaynga. Hatto animatsiyalarni ham qilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. 3 ta qadam. YouTube link joyla, native bilan shadowing AI baholaydi. Xo'p, bunaqa dizayn yaxshi chiqqan. Pro. Va endi bunga aytaman. Add this wait list for our startup. All green from your verified. Hop, tayyor bo'ldi deyapti. Biz bunga endi wait listni qo'shamiz. Ro'yxatdan o'tishni qo'shib qo'ydim. Emailim. Ro'yxatdan o'tamiz. Muvaffaqiyatli beta kirish uchun tez orada email jo'natamiz. Tayyor bo'ling. Yopish. Xo'p, endi buni qanday qilib veb-saytga qo'yaman? Bu yerda share button bor va zip faylni yuklab olaman. Va buni netlify.com ga kirib joylayman. Yangi proyektni zip folderini bu yoqqa joylagandan keyin tushuningiz. Bu yoqqa bu yerga zipni joylaymiz. Rename and deploy. Server index. Show page not. Rename and deploy qilamiz. Qani tekshirib ko'ramiz. Saytni ko'rishingiz mumkin. Xuddi premium saytga o'xshab yasab bergan. Shunchaki oddiy AI da yasalganga o'xshamaydi. Bu yerda boshlash bor, ro'yxatdan o'tish uchun emailingizni kiritasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Siz ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin va qachonki tayyor bo'lganda sizga email xabar jo'nataman. Bu veb-saytning nomini o'zgartiraman, osonroq bo'lish uchun. Xo'p, bunaqasi bormi? shadowing.uz.netlify app. Bu veb-saytning linki havolada bo'ladi, video havolasida, va siz ham kirib emailingizni qoldirishingiz mumkin. Shu bilan bu videoni tugatamiz.